Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bu metodimizning nomi yosh millionerlar deb ataladi. Bu metodda o'quvchilarga ham iqtisodiy, ham ekologik tarbiya berilish orqali qo'llaniladi. Bu metodda birinchi navbatda ikki guruhga ajratilgan o'quvchilarimiz chiqib, mana bu stakanlarni mana bu qog'ozda belgilangan joyga olib kelishlari kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu stakanning orqasi qizil rang bilan bo'yalgan. Mana shu stakan qog'ozda olmamiz turgan joyga yurib olib kelinadi, yurgizib. Mana bu tarzda yurgizib olib kelinadi. Ikkita guruhdan kim birinchi bajarsa, keyingi bosqichga o'tiladi. Bu keyingi bosqichimizda mana bunday barglarga biz narxlarni yozib chiqqanmiz. Mana shu narxlarning orqasida o'qituvchi istagan faniga oid savollarni beradi. O'quvchi savollarga javob beradi va mana shu qiymatdagi pul mablag'iga ega bo'ladi. Va shu bilan birgalikda mana shu bargni javob bergandan so'ng mana bu qurib turgan daraxtimizga yopishtirish orqali daraxtni ko'karishiga sababchi bo'ladi. Va shu bilan birgalikda pul mablag'iga ega bo'ladi. Bu savolimiz $200 savol bo'lganligi uchun o'qituvchi tomonidan $200 o'quvchiga beriladi. Shu tariqa o'yinimiz davom etadi, metodimiz davom etadi. Natijada o'quvchi pul to'plab boradi va pulga uy qismlarini narxlab chiqqanmiz biz. Mana shu uy qismlarini sotib oladi. Masalan, bu qismi $200, keyin qolgan qismi yana qanchadir dollar o'quvchi ishlab topgan boyagi puliga uyning qismlarini sotib olib, mana shu uyni quradi. Keyingi ishtirokchilar juftligiga mana bu olmaning joyi o'zgartiriladi. Keyingi chiqqan o'quvchilar mana bu stakanni mana shu olma turgan katakka olib kelishlari kerak bo'ladi. Endi bu metodimizni o'qituvchilar yordamida amalda bajarib ko'ramiz. Navbatdagi ishtirokchilarimiz chiqdi. Boshlaymiz. O'yinimiz xuddi shu tariqa davom etadi. Ushbu metodimizning o'quvchilarga foydali tarafi, birinchi navbatda ular chaqqonliklarini oshiradi. Shu bilan birgalikda tabiatga bo'lgan muhabbatini uyg'otadi, daraxt ko'karishiga sababchi bo'ladi va pul ishlab topish ko'nikmalari shakllanadi o'quvchilarda va pulni qayerga sarflash, nima uchun sarflanayotganini ular aniq ko'rib, o'zi xohlagandek uychani qad ko'tarishiga erishadi.